alaykum do'stlar. Bugundan boshlab biz Jahon konsalting jamoasi, xudo xolasa, noldan koreys tilini o'rganayotganlar uchun ochiq darslar qilib boshlaymiz. Bugun xudo xolasa Abdulloh Sam, mana topik 5 darajasi bor Abdulloh. Topik 5-daraja ustozdan noldan tekinga darslarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Bunisi probniy dars bo'ladi. Yaxshi bo'largan bo'lsa, reaksiyalar zo'r bo'largan bo'lsa, xudo xolasa har hafta 1 marta yoki 2 marta noldan bepul darslarimizni qo'yib boramiz. Bugun Abdulloh Sam sizlarga koreys tilidagi undosh harflarni noldan o'rgatadilar. Yaxshilab eshitib, savolinglar bo'lsa, video qo'yilgandan keyin kommentariyaga savollarni yozsanglar bo'ladi. Hozir faqatgina sizlarning ovozinglarni ishlatmaymiz. Agar savollar kelsa, men qo'llar ko'tarilsa, misol uchun berishingiz mumkin, savollarga o'rin berishingiz mumkin. Ko'proq eshitib turib, o'rganib, keyingi darsda to'g'ri savol-javobli darslarimizni boshlaymiz. Abdulloh, o'zingiz davom ettirasiz. Ishlatasiz. Share qilaman. O'zichangiz tanlang birinchi. Assalomu alaykum. Men ismim Akram Abdulloh. Men koreys tili topik imtihonida 5-darajaga egaman va koreys tili sohasida 8 yildan beri shug'ullanib kelaman, o'qib o'rganib. Bugundan boshlab sizlarga koreys tilini noldan darsga qo'yib borishga harakat qilamiz. Ya'ni harflar bugungi darsdan birinchi noldan undosh harflar darsi bo'ladi. Birgalikda xudo xolasa o'qiymiz. Juda ham zo'r. Birgalikda ozgina o'rganamiz. Ularga ham menga ham yengillik bo'lishi sababli birgalikda o'rganib ketamiz. Share screen bo'lsangiz, bu share butun ekraningizda share qiladi. Bu esa faqatgina Chrome kitob o'zini aniqladi. Kitob o'zini qilaveringlar. Kitob o'zini qildim. Kitob o'zini qilayotganimda qarang. Faqatgina Chrome'ni ko'rsatasiz deb o'tdi. Ko'rinadi Chrome ko'rinadi. Whiteboard ochib qo'yaman. Ya'ni Telegramga o'tib ketasiz-ku, Telegram ko'rsatmaydi uni. Faqatgina Chrome ko'rsatadi. Yo'q, Chrome ko'rsatadi. Sizga Chrome kerak faqat bugun. Hech narsa kerak emas. Whiteboard ochib qo'yaman, uni yozishga o'rgatib qo'ysam, keyin o'zingiz davom ettiraverasiz. Da. Hozir boshlaymiz. Bu to'g'ri. Qarang. Buni ishlatayotganda, mana bu tarafini bosib, unda o'tadi boshqa joyga. Yon taraf o'tib ko'ring-da. Bu tarafini. O'ng tarafini bosib, bundoq qilib, o'ng tarafini bossangiz, bundoq sekin boshqa joyga o'tkazsangiz bo'ladi. Yoq-bu yoqqa olib ketsangiz bo'ladi. Bu tarafda yozaverasiz. Bu tarafda yozaveramiz. O'tkazib ko'ring. Yozib ko'ring. Yozishni boshqa qo'ygansiz. Yozib ko'ring. Bo'ldi. Tushundingizmi? Boshlayvering. Ko'kda qolasiz. Shart emas, sizni yuz yozyapti, bemalol ekrandan ko'rsatib tushuntiraverasiz. Bugundan darsimiz Hangugo Chogub kitobidan bo'ladi. Birinchisi, ya'ni Hangugo Chogub bu koreys tili boshlang'ich daraja degani, ya'ni beginner degan ma'noni bildiradi. Harflardan boshlab bir ikkita dars mana shu kitobdan o'tamiz. Keyingisini esa Seoul Dae Hangugo kitobidan davom ettiramiz. Chunki Seoul Dae Hangugo bu grammatika uchun ham, listening tibki uchun ham, ilki o'qish uchun ham, umumiy mashq uchun ham yaxshi kitob hisoblanadi. Hozir Hangugo Chogub kitobidan birinchi darsni boshlaymiz. Birinchi bo'lib ko'ramiz. Albatta bu kitob rus tilida, chunki bu Chevet Hongkoriyning Hangugo ya'ni deyiladi. Chet elliklar uchun koreys tilini o'rganish, ya'ni ona tilisi bo'lmaganlar uchun koreys tilini o'rganish degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni o'sha insonlar uchun yozilgan rus tilidagi koreys tili o'rganish kitobi hisoblanadi. Xo'p, biz birinchi bugun nimani ko'rib chiqamiz desak, bugun harflar haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lamiz va undosh harflarni qanaqa ishlatilishini ko'rib chiqamiz birinchi bo'lib. Koreys tilida umumiy 40 ta harf mavjud. Ya'ni 40 ta harf bular bizda nechta 29 tami, 32 tami nechta harf bor edi, lekin koreys tilida 40 ta. Bu 40 ta harf ichiga 10 ta unli va 14 ta undosh, 11 ta qo'shimdosh va 5 ta qo'sh undoshlar kiradi. Ya'ni koreys tilidagi harflar kiradi. Hozirgi biz o'rganadiganimiz birinchisi 14 ta undosh harf bo'ladi. 14 ta undosh harf bo'ladi. Umumiy koreys tilida qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, ya'ni koreys tilida yozilishi bor, o'qilishi bor, to'g'rimi? Harflarni. Yozilishi albatta koreys tilida har doim yozuvlar aytiladi, chapdan o'ngga yoziladi va tepadan pastga qarab yoziladi. Ya'ni har bitta amallar. Hozirgi o'tadigan bo'lsa birinchi darsimizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni qaysi harfni biz koreys tilida ko'rmaydik, hammasi tepadan pastga va chapdan o'ngga qarab yoziladi, yozilishi. Xo'p,
Albatta, buni e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz agar o'ngdan chapga yoki birinchi qaysi biri yoziladi, birinchi ish, ya'ni bu degani harflarni yozilishida birinchi qo'li yoziladimi yoki boshi yoziladimi, ana o'shalarga e'tibor bermasak, harflarimiz yozilish bo'yicha noto'g'ri bo'lgan bo'lib qolishi mumkin, ya'ni noto'g'ri hisoblanib qolishi mumkin. Xo'p, birinchi harf bizada yaqinlashtiraman ekranni. Kiyok harfi. Kiyok harfi bu o'zimiz bilgan o'zbek tilidagi K harfi, to'g'rimi? Lekin bizada savol tug'ilishi mumkin. Koreys tilida K va G harfi yozilgan. Nimaga unaqa? Chunki koreys tilida shunaqa harflar borki, ya'ni ular ikkitalik keladi. Ikkita ishlatiladi. Ya'ni buni o'rnida koreys tilida bitta ishlatiladi, lekin talaffuzda esa asosan ikkita ma'noda ishlatiladi. Ya'ni ikkita talaffuz qilinadi bu harflar. Kiyok harfi bo'ladi. Birinchi harfimiz kiyok, bu harfi nomlanishi hisoblanadi. Ya'ni kiyok bu harfi nomi. Xuddi arab tilida ham bori alif, ba, ta, sa. Xuddi o'shanga o'xshab bu ham harfi nomlanishi hisoblanadi. O'qilishi bo'lsa K va G harflari ekan. K harfi qachon kelsa G, buni o'rnida aytib ketaman. Nimaga bunaqa berilgan desanglar, ma'lumot o'rnida aytib ketishim mumkin. U keyin o'rganiladi. Ya'ni K va G harfi unli harfi orasida kelganda hisoblanadi. Ya'ni K bu so'zni boshida yoki so'zni oxirisida kelganda K o'qiladi. So'zni albatta o'rtasida kelganda esa G ga aylanib ketadi talaffuzda. Lekin koreys tilida yozilishida bitta mana shu K holida ishlatiladi. Xuddi shunaqa tushunsanglar bo'ladi. Va bu harf hozir ko'ramiz. Qanaqa yoziladi desak, ma'lumot o'rnida yozib ko'rsatib ketaman. Kiyok. Tepadan pastga shundoq ilmoq qayiltib tushiriladi, bo'ldi. Ya'ni yarim uchburchakka o'xshagan harf. Kiyok. Kiyok, ya'ni bitta ish bo'ladi, ya'ni bitta element bo'ladi. Yozilishi bitta shu qo'lni uzmasdan turib, tepadan pastga chapga qayiltiriladi. Bu kiyok harfi hisoblanadi. Keyingi harfimiz nyun harfi. Nyun harfi ham koreys tilida n harfi ma'nosini beradi, faqatgina n harfini beradi. Ya'ni bu tepadagi o'xshab k ga emas, n harfini beradi va bu nyun deb aytiladi. Ya'ni harfi nomlanishi bu nyun. O'qilishi esa n harfini bildiradi. Va bu harf yozilishi bo'lsa, xuddi k ni teskarisi, ya'ni tepadan pastga, chapdan o'ngga bitta qarab olib tushib qo'yiladi. Ya'ni tepadan pastga bitta chiziq, o'ng tarafga bitta qayintirilib chiziq. Nyun harfi n harfi hisoblanadi. Buni n deb o'qisak bo'ladi. Va keyingi harfimiz bizada tigit, keyin d harfi, ya'ni d harfi. Tigit, bu harf nomlanishi tigit deyiladi koreys tilida. Va t va d o'qiladi. Bu ham xuddi shunaqa. Nimaga t, d deydigan bo'lsak, koreys tilida xuddi bizda so'zni oxirisida yoki so'zni boshida ishlatganimizda t deb ishlatsak bo'ladi. Bu harfi ikkita unlini orasida kelganda esa d deb ishlatsak bo'ladi. Ya'ni talaffuzda bu d harfiga o'zgaradi. Bu harfimiz qanaqa yoziladi deydigan bo'lsak, harflarning har bittasining yozilishi bor. Birinchi chapdan o'ngga bitta chiziq va xuddi n harfini tushirganga o'xshab biz tepadan pastga o'ngga qaytirib yana bitta element hosil qilamiz va buni yozilishi ikkita bo'ladi o'shanda, ya'ni ikkita element. Birinchi bo'lib boshi yoziladi, keyin past tomoni yoziladi. Xuddi shunaqa davom etamiz. Ryu harfi, keyingi harfimiz bizada ryu harfi. Ya'ni bu harf nomlanishi ryu, o'qilishi bo'lsa r va l harflari bo'ladi. Bu harf ham xuddi shunaqa biz ko'rishimiz mumkin. L harfi qachon keladi, r harfi qachon keladi? Ikkita undoshcha orasida kelgan, ikkita unlin orasida kelganda r harfi bo'lib talaffuzda keladi. So'zni oxirisida va so'zni boshida esa l harfi bo'lib talaffuz qilinadi. Ya'ni bu harf nomlanishi ryu harfi. Va buni yozilishini qanaqa deydigan bo'lsak, hozirda yozilishini eslab qolish shart emas, albatta. Yozilishini keyinchalik ham yozib eslab qolsak bo'ladi. Hozir ma'lumot o'rnida ko'rib ketamiz. Bitta tepadan pastga k ni yarmi bo'lib tushiriladi, ya'ni k harfiga o'xshab, va t u yog'iga biz t harfini yozib qo'yadigan bo'lsak, mana r va l harfi hosil bo'ladi. Ya'ni ryu. Bitta qayiltirib tepadan pastga va bitta t harfini yozib qo'yamiz biz. Qorni va pastda qo'lchasi. Va keyingi harfimiz bizada mim harfi. Mim harfi bu m deb o'qiladi koreys tilida, albatta. Bu ham xuddi n harfiga o'xshagan harf, ya'ni bittalik harf. Bunaqa r, l, t, d degan harf emas.
M harfi va buni nomlanishi mim deb ataladi. Va keyingisini ko'rib ketamiz. Tilp harfi. Tilp harfi ham xuddi shunaqa, ya'ni albatta bu P va B harfi bo'ladi koreys tilida, lekin yozilishida bitta harf yoziladi. Aytilishida, talaffuzda bo'lsa o'zgaradi. Ya'ni P harfi bu so'zni oxirisida yoki so'zni boshida kelganda P, ikkita unli harf o'rtasida kelganda esa B ga o'zgaradi. Keyingi harfimiz bizada shiot harfi. Shiot harfi bo'ladi. Ya'ni bu yerda siot yozilgan, rus tilidan kelib chiqib, lekin bu shiot o'qiladi, sh o'qiladi. Harf nomlanishi shiot, yozilishi bo'lsa s va sh. Bu yerda sh ni berilmagan. Aslida bu harf ham s ham sh ni bildiradi. Ya'ni koreys tilida s va sh harflari bitta. Ya'ni bitta ishlatamiz, talaffuzda esa ikkita. Ya'ni s qachon, sh qachon. Albatta bizda ikkita unli orasida kelganda sh ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shunaqangi holatlar bor, o'zini sh ishlatadigan holatlar bor, s ishlatadigan holatlar bor. Ya'ni qattiq harflar bor yoki yumshoq harflar bor. Misol uchun i harflari o'shalar bilan kelganda, misol uchun i ishlatadi, s ishlatilinadi, qaysidir bilan kelsa sh ishlatiladigan joylari bor. Bu s va sh harflari deb tushunsak bo'ladi. Va keyingisi bizada ing harfi, ing bu harfni aytish biroz qiyinroq koreys tilida. Lekin biz albatta bu harfni aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu harf bor harf. Bu yerda nulevoy zvuk deb qo'ygan, to'g'rimi? Ya'ni ovozda chiqishi, talaffuzda chiqishi почти deyarli yo'q deb hisoblanadi. Ya'ni ing bizadagi ng harfiga to'g'ri keladi. Lekin buni qanchalik ng deymiz? Bu ng deganimizdagi bizada chiqadigan tiniq ng harfi emas. Ya'ni ng deyilmaydi. ing deb talaffuz qilinadi. Ya'ni ng nomiga chiqadi. ing. Shuning uchun buni unli harf bilan talaffuz qiladigan bo'lsak, birga qo'shib, o'shanda osonroq bo'ladi. Ing. Bitta o'zini aytolmaymiz. Nik deb aytolmaydi. Shuning uchun biz qanaqadir so'zda yoki unli harf bilan buni ko'rsak, ishlatishimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni ing harfi hisoblanadi. Va bu harf ma'lumot o'rnida aytib ketadigan bo'lsam, bu harf 3-harf bo'lib kelsa, albatta o'sha ing holida, ng holida o'qiladi. Lekin birinchi harf bo'lib kelganda mana ko'ryapsizlar, ing so'zida shu dumaloq bilan birga berilgan o'qilmaydi. Ya'ni birinchi agar qachonki koreys tilida unlilar bilan so'z boshlanadigan bo'lsa, mana shu belgi qo'yiladi. Ya'ni mana shu harf qo'yiladi va bu harf o'zini kuchida emas, albatta o'qilmaydi. Undan keyingi harf i deb o'qib ketiladi. Hozir bu ma'lumot o'rnida, lekin bu hozir mavzuyimiz emas. Shuning uchun bu harfni xuddi shunaqa deb tushunsanglar bo'ldi. Ya'ni qaysidir joyda o'qilmaydi, qaysidir joyda esa o'z kuchi holida ing o'qiladi deb tushunishimiz mumkin. Va keyingi harfimiz chiit harfi bizada. Chiit. Ya'ni ch va j harflari bu yerda vergul bilan berilmagan ekan, lekin alohida. Koreys tilida ch va j harflari bitta, lekin talaffuzda esa ikkita hisoblanadi. Ya'ni ch va j. Albatta buni ham xuddi shunaqa unli va undosh harflarga bo'g'inligi bog'liq. Ya'ni ch harfi ikkita unlining o'rtasida kelsa j o'qiladi. Agar 3-harf va 1-harf bo'lib kelsa, so'zda ch o'qiladi. Xuddi shunaqa tushunsak bo'ladi. Qolgan paytlarda ikkita unlining orasida kelganda esa j o'qiladi. Bizada oxirgi 5 ta harf, bu 5lik qanaqa harf desanglar, albatta bunga yumshoq h qo'shilgan. Ya'ni koreys tilida xuddi shunaqa yumshoq hli harf deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni shapkachali yoki qo'li ikkita bo'lgan harflar. Ya'ni buni nima desam bo'ladi? Hli harflar, ya'ni birga. Bundan oldin ko'rgan harfimiz ch edi. Hozirgi ko'radigan harfimiz esa ch. Ya'ni koreys tilida yumshoq ch. Chih emas, bu qattiq aytib bo'lmaydi. Shundoqqina ch harfi hisoblanadi. Ya'ni yumshoq aytamiz buni. Koreyslar xuddi shunaqa buni talaffuz qilishadi. Ch. Ya'ni chiit. H nomiga havoda chiqadi. Ya'ni chiit. Ya'ni chiit bor, ya'ni chiit bor. Chiit bor. Ya'ni yumshoq h bilan farq qiladi. Ya'ni bu harf esa h-sini qo'ymagan bu yerda, lekin aslida bu o'zbek tilida harf tarjima to'g'rirog'i harf qanaqadir biz oladigan bo'lsak, ch deb o'qiladi bu harf. Va keyingi harfimiz k harfi. Bu ham xuddi shunaqa biz birinchi bo'lib k va g harfini ko'rdik, undosh harfi.
Bu harf esa k va g ham emas. Bu harf k hisoblanadi. Ya'ni bu ham yumshoq h bilan qo'shib talaffuz qilishimiz kerak. Bu qattiq h emas bu yerda kh deb bo'lmaydi. Kh kh deb talaffuz qilsak bo'ladi. Ya'ni kiyut to'g'rirog'i kiyuk ekan. Kiyuk bo'lib talaffuz qilinadi. Ya'ni yumshoq h bilan. Va bizada keyingi harf tiut harfi hisoblanadi. Bu harf ham xuddi shunaqa biza t va d harflarini ko'rdik. T va d harflari o'z o'rnida t va d ishlatiladi. Lekin bu harf esa o'zbek tilidagi e ga o'xshashib ketadi. Ya'ni bu t harfi hisoblanadi. Ya'ni tiut harfi hisoblanadi. Tiut. Nomlanishi tiut. Yozilishi ishlatganimizda esa biza t deb ishlatsak bo'ladi. Ya'ni yumshoq h bilan. Va keyingi harfimiz bizada tiup harfi hisoblanadi. Tiup harfi ham xuddi shunaqa, ya'ni bo'lib ishlatiladi. Yumshoq h bilan harfni nomlanishini oladigan bo'lsak, tiup, ya'ni h harfi juda ham yumshoq, ya'ni havoda chiqadi. Havo bilan chiqadi, xuddi shunaqa ishlatiladi. Tiup. Va keyingi harfimiz bizada hiu, ya'ni h harfi hisoblanadi. Koreys tilida albatta h harfi bor, lekin koreys tilida h harfi qanaqa talaffuz qilinadi deganimizda, xuddi hozirgi ko'rayotgan harflarimizdagi deyarli, ya'ni boya ko'rdikku нулевой звук degan narsa. Xuddi o'sha narsa h da bor, ya'ni bu juda koreys tilidagi h yumshoq h hisoblanadi, ya'ni ha deyiladi. Misol uchun, hada fe'li bor. Hadada hada deyilmaydi-da, ya'ni qilmoq degan fe'l bor. Hada deyilmaydi, hada deyiladi, hada. Ya'ni h asosan xuddi shunaqa ishlatiladi. Albatta bu ikkita ullilarni orasida kelganda yoki boshqa qanaqadir shunaqa o'zgarish holatlari bor. Shunaqa holatlarda fe'llarda yoki umumiy so'zlarda keladigan bo'lsa, bu harf deyarli eshitilmaydi. Ya'ni xuddi shunaqa нулевой звук degan narsa bo'ladi. Xuddi shunaqa ya'ni h deb yumshoq hni biz ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Koreys tilida hni esa soni faqat bittagina harf bor. O'zbek tilida esa ikkita. Va bu harf nomlanishi, yana eslatib o'taman, hiut degan ma'no, nomni bildiradi va uni ishlatilishi esa h harfi hisoblanadi. Va mana shu joygacha edi, ya'ni bugunga o'tiladigan 14 ta harf qisqacha darsimiz mana shu joygacha edi. Undoshlar albatta koreys tilida birinchi keladigan harflar hisoblanadi. Koreys tilida hamma harf muhim, lekin albatta undoshlar ham o'z o'rnida muhim hisoblanadi. Shuning uchun biza o'rganishimiz kerak bo'ladi, chunki undosh harflarda ko'rib o'tganimizdek ikkitalik harflar ko'p, ya'ni td, tg, rl, pb, sh. O'shalarga biza o'rganishimiz uchun, moslashimiz uchun albatta undosh harflarni ham yaxshi o'rganib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni kerak hisoblanadi. shu joygacha o'tdik. 그러면 여러분들과 함께 오늘 차음들을 함께 보도록 했습니다. 그러면은 다음에 또 다시 수업을 다시 하도록 하겠습니다. ya'ni bugun sizlar bilan birgalikda 14 undosh ko'rdik. Darsimiz shu joygacha edi. Keyin esa keyingi darslarimizda yana ko'rishamiz. Vazifa bossam bo'ldi? Boshing. Aynan